O'rtoqlar, BDPress 50 mingdan, Gong Pro Max 150 mingdan. Va menga qara Gong Pro Max. Boshimga uramanmi BDPressing bilan Gong Pro Max'ni. Menga mana Fabian Kattoli reklama qilib bergandanmi? Tushunsanmi? Nimaga seni bekorga Samarqandga chaqirdim, reklama qilib berdim. Hop, aka. Mana men Fabian Kattoli bor. Bemalol xudo xolasa uylansadi, ko'mirligi bor, duh konternigi bor. Ichidagi texnologiyasi Germaniya, Fransiya, Italiyada ishlab chiqarilgan deb gapir. Tiling yo'qmi? Hop, aka. Boshqatdan ol. Bo'l. Davay, boshla tez. Anoni aytmading-ku? Nimani? Mol qochiramiz-da. Nech puliydi? 300 ming. Anga qara. Yo'qol bu yerda. Billa pulimni olib ketdi, bekor chaqirmasanlarni. O'rtoqlar, xullas Fabian Kattolilarni xohlagan turdagisi kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol xudo xolasa murojaat qilsanglar bo'ladi. Hamda duh konteyner kattollarimiz bor. Hozirgi paytdagi eng past gazi, ya'ni 0.3 millibarda ham yonadi o'rtoqlar. Manzillarni eslatib qoldiraman. Rodaki 175B o'rtoqlar shunda aynan texnik gazi ro'parasida joylashgan. Bemalol xudo xolasa kelaverasizlar. Rahmat, sog' bo'linglar.